Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Ish kunini boshlaganmiz. Mana ko'rishlari mumkin. Yangiliklarimiz chiqqan. YouTube kanalimizga qo'yyapmiz. Xudo xolasa kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Bemalol 32 li akkumulyatordan 6 ta. Manzilni bilasizlar, juda eng katta Qo'qonda Bodo magazinimiz. Mana original narsalarimiz ponni bor. Mana YouTube kanaliga qo'yyapmiz. Materiallarimizga kelsak, juda ham arzon qilib olganmiz. Skidka narxlarda qilib olganmiz. 400 kilolik so'raganlar, 500 kilolik so'raganlar, 1 tonna so'raganlarga materiallar, moshinachalarni qani aksiya qilib qo'yganman. Keladigan Qurbon hayitga juda ham katta chegirmada. O'zbekistonda yagona sezam bo'laveradi. Ba'zi Tangaradan kirib kelishi, ba'zi Qo'qon shaharining ichidan kirib kelishida Bodo magazinlari. Aloqaga chiqaverasizlar, telefonlarimiz ekranlarda nomerlarimiz bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana O'zbekistonda yagona degan bo'laveradi, sonlishli ham akkumulyatorga ham quyosh paneliga yuradi bu narsalarimiz.